Bugun sizlar bilan kommentariyalarda bemorlarimiz yozgan eng ko'p qiziqarli savollar haqida gaplashamiz. Ya'ni sahrni diabeti bor odam qo'y go'shtini iste'mol qilsa bo'ladimi? Qo'y dumbasi bu yerda nazarda tutilyapti va bundan tashqari oshni iste'mol qilsa bo'ladimi? Osh sahrni ko'tarmaydimi? Va shashlik yesak bo'ladimi? Shu kommentariyalarda juda ham ko'p so'ralgan. Bugun sizlarga mana shu 3 ta savolga to'liq batafsil gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Ya'ni qandli diabetingiz bo'lsa, bu mahsulotlarni qanchadan iste'mol qilish va qaysi vaqtda iste'mol qilish kerakligini va qaysi mahsulotlarni umuman cheklashingizni bilib olasiz. Birinchisi qo'y go'shti. Sizga bitta narsani aytaman, ya'ni qo'y go'shtini tarkibida umuman uglevodlar yo'q, ya'ni glikemik indeksi 0 ga teng. Lekin bu degani qondagi glyukoza miqdoriga ta'sir qilmaydi degani emas. Unda nega qandli diabeti bor bemorlar qo'y go'shtini iste'mol qilsalar har xil muammolar kelib chiqadi. Birinchidan, qo'y go'shtini tarkibida to'yingan yog'lar juda ham ko'p bo'ladi. To'yingan yog'lar bu qon tomirlarni yopib ateroskleroz chaqiradi. Bundan tashqari to'yingan yog'lar sekin-sekinlik bilan sizni o'sha insulin ishlatadigan a'zolaringiz bor. Jigar, mushak a'zolari bo'lishi mumkin, yog' to'qimasini o'zi ham va boshqa ichki a'zolar. Bularda parda sifatida yopib qo'yib, sizni insuliningizni ta'sirini bo'g'ib qo'yadi. Buni natijasida ikkilamchi sizda sahrda oshish kuzatiladi. Bundan tashqari to'yingan yog'lar sizda vazn qo'shishiga sabab bo'ladi. Biz bilamizki, sahrni diabeti asosiy kelib chiqishi va bu asoratlarning rivojlanishiga ves hisoblanadi, ortiqcha vazn hisoblanadi. Bu ortiqcha vazn qandli diabetda umuman kerak emas. Bu degani, agar siz qo'y go'shtini doimo iste'mol qiladigan bo'lsangiz, siz juda katta kaloriya iste'mol qilyapsiz. Ya'ni to'yingan yog'lar o'zidan juda ko'p energiya beraveradi. Siz bu energiyani ishlata olmaysiz va sizda bu ortiqcha energiya yog' sifatida to'planib, sahrni ketishini yana ham og'irlashtiradi. Ha, men ko'p eshitaman, sahrni diabeti borlarga tavsiya etilar ekan, ayrim o'sha shifokorlar tomonidan qo'y go'shti iste'mol qilsa bemalol bo'ladi deb. Lekin men sizga aniq aytaman, xolesterini juda yuqori bo'lgan go'sht mahsulotlariga kiradi, aynan qo'y dumbasi va qo'y go'shti. Ikkinchidan, qo'y go'shti juda ham katta kaloriya beradi. Ya'ni 100 gram qo'y go'shti 350 kaloriya beradi. Bu degani siz juda katta qismda energiya qabul qilyapsiz, o'zingiz bilmagan holatda va sizda bu yog'larni sintezini yana ham kuchaytiradi. Va bundan tashqari sahrni diabet ketishini og'irlashtirib, qon tomirlari yopilib qoladi. Uchinchidan, qo'y go'shtining tarkibida xolesterin juda ham baland bo'ladi. Qandli diabeti borlarda doimo, ya'ni ikkilamchi kasalliklar xavfi yuqori bo'ladi. Insult, infarktlarning bo'lishi, qon tomirlarining yorilish xavfi, qon tomirlarining mo'rt bo'lishi, ateroskleroz kabi kasalliklar bo'lish ehtimoli doimo yuqori bo'ladi. Agar siz qo'y go'shtini yeyotgan bo'lsangiz, bu xolesterin buni yanada og'irlashtiradi. Men sizga qo'y go'shtini mutlaq cheklamayman, lekin agar sizda mana bozorga tushganingizda variant bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mol go'shti, qo'y go'shti turgan bo'lsa, siz qandli diabetingiz bo'lsa, albatta mol go'shtini olishda tavsiya beraman. Ikkinchisi, bizni o'zbek xalqimiz juda ham sevib iste'mol qiladigan, ertalabdan to'ylarda, ma'rakalarda tarqatiladigan eng sevimli ovqatimiz bu osh haqida. Oshni biz tarkibidagi go'shtidan yoki yog'idan, sabzisidan qo'rqmasligimiz kerak. Biz oshni tarkibidagi guruchdan qo'rqishimiz kerak. Nega? Chunki yog' sahrni to'g'ridan-to'g'ri ko'tarmaydi. Sabzi ham qondagi sahr miqdorini ko'tarmaydi, go'sht ham to'g'ridan-to'g'ri ko'tarmaydi sahrni. Nega guruchdan qo'rqamiz? Chunki uni tarkibida kraxmal saqlaydi. Kraxmal qonga tushgandan keyin bu glyukozaga aylanadi. Ya'ni glyukoza bu oddiy tilda shakar bu. Sizda shakaringiz miqdorini ko'tarishi mumkin. O'shaning uchun avvalambor oshni tarkibidagi guruchga e'tibor berish kerak. Ya'ni devzara ko'pchilik eshitgan o'sha qizil guruch. Qizil guruch tarkibida kraxmal miqdori kamroq va buni tarkibida kletchatkasi ko'proq bo'ladi. Ya'ni o'sha glyukozani ichaklarda so'rilishini sekinlashtiradi. Agar biz oddiy lazerda yoki alanga guruchidan tayyorlangan oshlar bo'ladigan bo'lsa, bular tarkibida kraxmal juda ham baland bo'ladi. Bular sahringizni o'sha kraxmal hisobiga, glyukozaga aylanish hisobiga sahringiz bittada patologga olib chiqishi mumkin.
Oddiy guruchni glikemik indeksi juda yuqori bo'ladi, ya'ni 70 dan 90 da tashkil qiladi. Bu degani juda katta ko'rsatkich. Nega oddiy lazerdan yoki alangadan tayyorlangan oshlar qandli diabetda xavfli hisoblanadi? Birinchidan, bular katta kaloriyaga ega. Osh juda ham to'yimli hisoblanadi va buni tarkibida kraxmal, glyukoza juda ham ko'p va plus tarkibida yog'lar bo'ladi. Agar bu yana o'sha qo'y dumbalariga tayyorlangan bo'lsa, bu yana ham xavfli. Ya'ni xolesteringa to'yinganlik bilan ajralib turadi va xavfli hisoblanadi. Va buni natijasida sizdagi o'sha qondagi qand miqdoringiz oddiy guruchlardan tayyorlangan bu osh tez ko'tarib boradi. Aslida osh sahrni diabetda mumkin, faqat deylik misol uchun sizni sahringiz 15-20 bo'lib turibdi va bunday holatda sizga o'sha osh yeyish mumkin emas. Siz qachon osh yeyishingiz mumkin? Agar qondagi qand miqdoringiz o'sha deylik 6 dan past bo'ladigan bo'lsa, 3 oylik sahringizdan past bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol yesangiz bo'ladi. Lekin yuqori bo'lib turgan holatlarda o'zingizga risk qilib har xil guruchlardan osh yeyishingiz tavsiya etilmaydi. Har xil adabiyotlarda har xil yoziladi, ya'ni oshni yeyish bo'yicha bunda albatta qondagi qand miqdoriga e'tibor beriladi. Klinik standartlar bo'yicha guruchlar tavsiya etiladi, faqat guruchda o'sha turiga e'tibor berish kerak. Siz devziradan osh qilib yeyishingiz mumkin. Bunda o'sha o'simlik yog'idan tayyorlab, uni kuchli qovurmasdan va porsiyasiga e'tibor bering. Siz yarim porsiya yeng, o'sha siz uchun yetarli hisoblanadi. Ya'ni qandli diabetingiz bo'lsa, deylik, to'liq porsiyada osh yeyishingiz tavsiya etilmaydi. Oshni tarkibidagi sabziga e'tibor bermang, chunki sabzi bu juda ham glikemik indeksi past bo'lgan mahsulotlarga kiradi. Ya'ni siz qancha sabzi qo'shganingiz bilan bu qondagi sahr miqdoriga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi. Va osh tayyorlaganingizda siz yog'ga e'tibor bering. Siz bu yog'larni ko'proq o'simlik yog'larini qo'shib tayyorlaganingiz ma'qul. Hayvon yog'larini bu tayyorlaganingizda to'liq chiqarib tashlang. Ya'ni qo'y dumbasi bo'ladimi, misol mol charisi qo'shiladimi? Bular tavsiya etilmaydi. Xolesterini baland va oshni bu kaloriyasini yanada oshirib yuboradi. Aterosklerozni qonni to'lib qolishini, qon tomirlar to'lib qolishini yanada ham kuchaytiradi. Oshda tarkibidagi hayvon yog'lari sizni insulinga sezuvchanligingizni uzoq soatlarga bloklab qo'yadi. Shuni hisobiga siz osh yeganingizda ham uzoq vaqt davomida qondagi qand miqdoringiz baland bo'lib turadi. Oshni qandli diabetda qanday to'g'ri yeyish mumkin? Birinchidan, siz oshni porsiyasiga e'tibor bering. Ya'ni siz yarim porsiyadan ko'p osh yemang. Ikkinchidan, oshni siz sabzavotlar bilan, salatlar bilan albatta qo'shib iste'mol qiling. Ya'ni pomidor, bodring bo'lishi mumkin, boshqa kletchatkalar bo'lishi mumkin, zelilar bo'lishi mumkin. Bular sizda oshdagi o'sha kraxmalni qonga so'lish darajasi tezligini pasaytirib beradi. Bundan tashqari siz oshni har kuni yeyishga odatlanmang. Siz haftada bir marta osh yeng, o'sha narsa sizga yetadi. Va osh yeganingizdan keyin har doim 15-20 minut piyoda yurishga odatlaning. Uchinchi mahsulot erkaklarimiz juda ham sevib iste'mol qiladigan bu shashlik hisoblanadi. Shashlik o'zida uglevod deyarli saqlamaydi, ya'ni go'sht misolida olaylik, lekin muammo boshqa yerda. Birinchidan, shashlik tarkibida yog' ko'p bo'ladi. Bu yog' sizda o'sha insulinga sezuvchanligingizni pasaytiradi. Ikkinchidan, go'sht bu ko'mirda kuyib pishadi. Buni natijasida bu kanserogen moddaga ozgina aylanish ehtimoli bor. Bu kanserogen moddalar sizda insulinga sezuvchanligingizni pasaytiradi va yurak qon tomir xavfini, kasalliklar xavfini oshiradi. Ko'pchilik shashlik tayyorlaganda uni marinad qilishadi, ya'ni unga har xil qo'shimchalar qo'shishadi. Bir xillar mayonez qo'shishadi, bir xillar yog' qo'shishadi, bir xillar oksiz qo'shishadi, bir xillar даже spirtli ichimliklar qo'shishadi. Bular aynan shu mahsulotlar sizda sahringizni ko'tarilishiga olib keladi. Muammo aynan mana shu yerda, ya'ni marinad tayyorlashda unga qo'shiladigan ingrediyentlarga bog'liq. Bundan tashqari ko'pchilik shashlik tayyorlaganda unga non mahsulotlari qo'shishadi. Bu non mahsulotlari oddiy tilda aytilganda oddiy uglevodlar, oddiy shakarlar. Ya'ni siz oddiy non qabul qilyapsiz va shakaringiz oshishiga olib keladi. Qandli diabetda shashlikni qanday to'g'ri iste'mol qilish kerak? Birinchidan, uni to'g'ri tayyorlang. Har xil qo'shimchalar qo'shmasdan, non qo'shmasdan tayyorlang. Keyin bir yeganingizda 100-150 grammdan oshirmasligingiz kerak va yeganingizda har xil ko'katlar, sabzavotlar qo'shib iste'mol qiling. O'sha
go'shtlarni tarkibidagi yog'larni ham so'rilishini sekinlashtiradi va go'shtni yog'siz joydan tanlashga e'tibor bering. Go'sht tanlaganingizda ham qo'y go'shti emas, mol go'shtini tanlang. Ko'rib turganingizdek, bu yuqoridagi sanalgan mahsulotlar sizni qondagi qand miqdoringizni to'g'ridan to'g'ri ko'tarmaydi. Lekin buni muntazam iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, vaqt o'tib sahiringizni juda baland bo'lishi va daji tushmasligi ham olib kelishi mumkin. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni qandli diabeti bor bo'lgan tanishingizga va doimo qo'y go'shtini iste'mol qilib yuradigan va doimo oshni jinnisi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr sog' bo'ling.